Marziya Saidam. Suv hidi. Publitsistik maqolalar. Toshkent, 2023-yil. Sayha. Sayha arab tilida juda baland tovush, qichqiriq ovoz degani. Halok bo'lgan qavmlarning ba'zilariga kelgan baloning ismi. Yosin surasi 48-49-oyatlarga qarang. Qarang. Qur'oni Karim o'zbekcha izohli tarjima. Yosin surasi 48-oyat. Ular agar rostgo'y bo'lsangizlar aytinglarchi, mana shu va'da qilingan azob qachon bo'ladi derlar. 49-oyat. Ular faqat birgina dahshatli qichqiriqni kutmoqdalar xolos. U ularni o'limdan mutlaqo bexabar hollarda ko'cha-ko'y va bozorlarda bir-birlari bilan janjallashib turganlarida olib ketar, ya'ni halok etar. Aslida sayha yuqori darajadagi chastitadir. Bir navi tushunilishi uchun tovush dedik. Ammo mohiyatan yuqori chastitali, xarob qiluvchi, yiqituvchi to'lqin. Quloqlarimiz 20 ming gertsdan yuqori tovushga bardosh bera olmaydi. 20 gertsdan pastini esa eshitmaydi. 20 gertsdan past tovushlar hayvonlarga xos. 20 ming gertsdan yuqori chastita insonni albatta o'limga duchor qiladi. Bugun tez-tez tilga olinayotgan shaytoniy global guruhi atmosferamizning iyon qatlamiga tizimli signallar joylashtirganidan xabarimiz bor. Bu signallar telefonlar, Wi-Fi va ba'zi jismlarda mavjud. Yer yuzidagi ma'lum markazlarga yuksak chastita jo'natishni sinab ham ko'rishmoqda. Qo'qqisdan o'layotgan odamlar tobora ko'payib borayotganini shu bilan izohlanadi. Sayhani yuksak darajadagi tovush deganimizda, biz bu tovushni eshitamiz deb o'ylamaylik. Biz 20 bilan 20 ming gertsning orasidagi tovushlarnigina eshita olamiz. Undan yuqorisi miyamiz va yuraklarimizni yorib yuboradi. 20 gertsdan pastini eshitganlar ham odatda jinni bo'lib qoladi. Chunki bunday odam hayvonlarning so'zlashuvini eshitgan bo'ladi. 20 ming gertsdan yuqori tovushda esa insonlar tutday to'kiladi. 20 ming gertsdan yuqori chastita to'lqinini miyamiz va ong ostimiz eshita oladi. Faqat bu jarayonda miya parchalanib ketadi. Quloqlardagi eshitish markazi esa kuchli tovush zarbidan tosh qotgancha eshita olmaydi. Binobarin, Od va Samud qavmida shunday bo'lgan. Ommaviy o'lim holatlarini sinab ko'rishni rejalashtirishgan. Vaksinalardagi grafin moddasi yurak mushaklarida yiring to'playdi. Yurak xurujiga sabab bo'ladi. Oq qon va qizil qon tanachalarining faoliyatini qotirib qo'yadi. Bu modda aslida jonli nanorobot. Grafin moddasi hozir ma'lum bir miqdorda hamma joyda bor. Hatto oziq-ovqatlar tarkibida ham mavjud. Bu modda juda g'alati xususiyatga ega. Tashqaridan faol holga keltiriladi. Ya'ni antenna kabi to'lqin tutuvchi xususiyatga ega. U tutadigan to'lqin vujudga chastita yo'li bilan keladi. Unga buyruq beriladi, xolos. Grafin esa inson tanasida buzilishlarni boshlab yuboradi. Qush tili degan atama bor. Bu faqat qushlarning tili degani emas. Butun maxluqotning tili. Chastita oraliqlarida ro'y beradigan jarayonga qush tili deyiladi. Sulaymon alayhissalom bu tilni bilardi. Olimlar ilm nomi ostida keyingi 100 yil mobaynida bu tilni kitlarda sinab ko'rdilar. Fillarda, tuyalarda ham sinab ko'rishdi. Ularning har biri ma'lum chastita oralig'ida o'zaro munosabatda bo'lishini o'rganishdi. Olimlar ular qaysi chastitada faollashib, qaysi oraliqda tinchlana boshlashni bilishadi. Bu tajriba insonlarda havodagi iyon qatlami orqali sinalmoqda. Zotan ochiqdan ochiq inson nufusini kamaytirishimiz kerak deyishmoqda. Faqat ommaviy qirg'in vositasida dunyo aholisi nufusini 500 millionga kamaytirish mumkin.
Bunday dajjolcha uslub hech qaysi payg'ambar zamonida bugungidek faol bo'lmagan. Xususan 25 kadrdan tortib telefon signallarigacha chastotaviy to'lqin joylangan. Konvensional urushlarga yo'l qo'yilmaydi deya ommaviy axborot vositalarida ovoza qilinishi ham ma'lum maqsadga qaratilgan. Metafizik, chastotaviy urushlar shundoq ostonada turibdi. Chastotaviy hujumlardan saqlanish imkoni bormi? Inson aurasidagi nur lazerini yo'q qiladi degan isbotlar mavjud. Qo'rquv ham o'z egasining ham boshqalarning himoya qalqoni aurasiga zarar beradi. Bu qora to'lqin zehnimizga kirib, uni nazorat qilishi uchun auramizni teshib kirishi kerak. Bizdagi himoya qatlami, ya'ni auramiz qalin va mustahkam bo'lsa, uni lazer ham tesha olmaydi. Mudofaa quvvatimiz solih amal, duo va zikrlar bilan mustahkam bo'la oladi. Boshqa hech qaysi yo'l bilan himoya qatlami vazifasini bajara olmaydi. Suv bilan yog'ni tasavvur qiling. Nega bir-biriga qo'shilib ketmaydi? Chunki ularning chastota quvvati farq qiladi. Agar bu ikki suyuqlikning tabiatini buzsak, ya'ni chastotasini o'zgartirsak, o'zaro aralashib ketadi. Biz insoniy o'zligimizga sodiq bo'lsak, solih amallar va yaxshilik qilishda davomli bo'lsak, hech qaysi chastota tabiatimizni tesha olmaydi. Unutmaylik. Alloh taolo Qur'oni Karimda iblisning hiylasi juda zaif deya lutf qiladi. Bu hiylalarga qarshi tura olish uchun insoniyligimizga shikast yetkazmasligimiz, Qur'oni Karim farzlari va sunnat amallariga qat'iy rioya qilishimiz kerak. Sadaqa shifo. Ba'zan o'ylayman, agar bir mo'min sadaqa bermasa, uning hayoti ko'r tugunlar bilan to'lgan hayot hisoblanadi. Ammo bundan o'zining xabari yo'q. Kamina hayotimda sadaqa va ro'zadan ortiq shifobaxsh malham ko'rmadim. Boshimizga bir musibat, kasallik kelganida birinchi galda sadaqa berishni o'ylayman. Hayolim har doim nima qilayin, kimga qanday qilib, qancha, nima bera olaman degan fikrlar bilan band bo'ladi. Zotan sadaqaning shifobaxshligini bir marta anglagan odam undan voz kecha olmaydi. Ammo sadaqa deganda faqat pul berish nazarda tutilmaydi. Sadaqa bergan kishining bergan narsasi avval Allohning, keyin esa oluvchining qo'liga tushadi. Bunda shunday farog'at bor. Inson buni his qiladi. Birinchi, sadaqa jannat eshiklaridan biri. Ikkinchisi, eng go'zal sadaqa boshqalarni to'ydirmoqdir. Uchinchi, sadaqa qiyomat kunida soya bo'ladi. To'rtinchi, sadaqa Allohning g'azabini so'ndiradi. Qabrda mayin shabada bo'ladi. Beshinchi, berilgan sadaqaning savobi doim ortib boradi. Oltinchi, hisob kunida beruvchining yuzidagi saodatga sabab bo'ladi. 7. Nafsni tozalashning eng samarali usuli sadaqadir. 8. O'tmishdagi azoblardan qutula olmayotganlar sadaqa bersa, iztiroblaridan ozod bo'ladi. 9. Sadaqa ham o'tmishdagi, ham kelajakdagi gunohlarga kafforatdir. 10. Farishtalarning duosiga vasiladir. 11. Insonlar mehriga sazovor bo'ladi. 12. Duolari qabul bo'la boshlaydi. 13. Rizqi ortadi. 14. O'g'irlik, yomon o'lim, yong'in va suvga cho'kishni oldini oladi. 15. Hayvonlar va qushlarga sadaqa berilganda ham savob yoziladi. Yana qaysi dori shuncha kasallikka shifo bo'la oladi? Men psixologlarga murojaat qilib, ularning cho'ntagini to'ldirayotganlarni sira tushunmayman. Yaqinda bir psixologning tavsiyalarini o'qidim. Har kun ertalab turib o'zingga
5 daqiqa vaqt ajratgin va shunday degin: men baxtliman, sog'lomman, boyman, qadrim baland, go'zalman, jasurman va hokazo. Xullas, bu tavsiyalar o'rinli. Buni har kuni takrorlab, biron natijani qo'lga kiritganlar balki bordir. Ammo shuning o'rniga ertalab 5 daqiqa vaqt ajratib, tonggi duolarni pichirlasak, avvalo o'zimizga qilgan eng yaxshi sadaqamiz shu bo'ladi. Bu dunyoda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ham ortiq kim salmoqli iz qoldirgan? Dunyodagi eng kar qiluvchi tovush iztirob chekayotgan mazlumning jimjitligidir, deydi Ali roziyallohu anhu. Mazlumning irqi, millati, dini so'ralmaydi. Mazlumlarni qidirib topsak kifoya. Ularning chorasiz jimjitligiga barham berishimiz kerak. Bu eng go'zal sadaqamiz bo'ladi. Atom bomba yolg'oni. Dunyoda atom bombasi yo'q desam ishonasizmi? Aslo qo'rqmang va orqangizni devorga suyab bemalol o'qishingiz mumkin. Hirosima va Nagasakiga tashlangan bombalar ham atom bombasi emas, napalm bombasi edi. Napalm zambarakning o'qi degani. Tushgan joyini yoqadi, kuydiradi xolos. Ammo radiatsiya ta'siri yo'q. Napalm samolyotlardan tashlanganda 800 daraja issiqlik chiqaradi. Juda yaqinda bo'lgan insonlarning vujudi kuyadi va odamlar uning tutuni, ya'ni karbonmonoksid gazidan bo'g'ilib qoladi. 1986-yilda yadro fizikasi olimi Galen Winser bir hovuch radioaktiv uranni tili bilan yalab, keyin uni olovli to'p ichidagi plutonium bilan tutatib, atom bombasi yolg'on ekanini isbotlab bergan. Yadro fizikasi olimi Winser hatto reaktor sovutish hovuzidagi suvdan ichgandi. Hatto shu hovuzda cho'milgan. Shuningdek, Nagasaki, Hirosimaga tashlangan bombalarning atom bombasi emasligini, bu dunyoni qo'rquv bilan nazorat qilish uchun bir bahona ekanligini aytgan edi. Shuni ham aytish kerakki, hatto yolg'on atom bombasi targ'iboti yordamida bitmas tuganmas boylik orttirildi. Atom bombasining yolg'onligi va bir asr mobaynida butun dunyo aldab kelingani haqida yetarlicha ma'lumotlar bor. Men buni o'rgangan kabi siz ham bemalol qidirib o'rgana olasiz. 2005-yil 21-aprelda New Scientist jurnalida Hirosima bombasining yashirilgan yuzi nomli maqola e'lon qilingan edi. Maqolada ikki radioaktiv bomba tarixchisining bir xil isboti yozilgan. Hirosimaga tashlangan bomba jahon urushini tugatgani yo'q. Uni dunyo miqyosidagi sovuq urushga aylantirdi xolos, deyilgandi. Yaponiya shaharlariga tashlangan atom bombalari afsonasi sovuq urush targ'iboti edi. Dunyoning aksariyat fizik olimlari va tarixchilari bu haqiqatni biladi. Afsuski, bu sirni oshkor qilganlar yo akademiyadan quvilgan yoki yo'q qilingan. BBCning 2007-yildagi hujjatli filmida bir nuqtaga tashlangan atom bombasi tasvirini ko'ramiz. BBC atom bombasi jabrdiydalari, guvohlari deya intervyu olganlarning hech biri yapon emas, inglizdir. Guvohlari ham soxta edi. Hamma joy birdan kul bilan qoplangandi. Napalm bombalarini 1945-yilda Garvard universitetida Louis Fizer boshchiligidagi kimyogar olimlar ixtiro qilgan. Napalm bombalarining zarari ham oz deya olmaymiz. Bir kechada 150 B-29 samolyotlari bilan 700 tonna napalm tashlangan edi. Atom bombasi yolg'onlari Amerika ommaviy axborot vositalarining afsonasi bo'lib, buni dunyodan qanday sir saqlab kelishdi. Ikkinchi jahon urushidan keyin taslim qilingan Yaponiyaning butun axborot manbalari 1952-yilgacha Amerika tarafdan senzura ostiga olingan edi. Mahkamalarda, maktablarda, xullas hamma joyda Amerikaning bu yolg'onini shunchaki tanqid qilgan har qanday odam jazoga tortildi.
Hatto bu sirni ochishga uringan minglab kishilar o'ldirildi. Mamlakatda Amerika nuqtai nazariga zid biror fikrni gapirish imkonsiz edi. Atom bombasi tasvirlari o'sha kuniyoq namoyish qilindi. Tasvirga olayotganlar qayerda edi va ular nega kulga aylanmadi? 1946-yildayoq oradan 6 oy o'tib radiatsiya sabab 200 yilgacha kirish mumkin bo'lmagan shaharlar qayta tiklandi va videolar tasvirga tushirildi. 6 oy ichida radiatsiya qayerga ketdi? Videolarda ko'rsatilganidek mutant va radiatsiya olgan insonlarning borligi ham yolg'on edi. Tarixchilarga ko'ra hech qaysi hayvon yoki daraxtda na mutatsiya, na o'zgarish kuzatilgan. Holbuki 200 yil davomida giyoh ham o'smaydi deyishmaganmidi? 6 oydan keyin tasvirga olingan videolarda yo'llar, ko'priklar o'z joyida turibdi. Bomba tushdi deya ko'rsatilgan nuqtadan 600 metr uzoqdagi mehmonxona ham 6 oydan so'ng olingan videoda o'z joyida turibdi. O'sha mehmonxona hali ham joyida, mehmonlarga xizmat ko'rsatmoqda. Amerikada tug'ilgan, ammo Yaponiyada tahsil olgan tarixchi David Rosenfeld deydi: "Senzura ostidamiz deyishni o'zi ham senzura edi. Bu ishg'oldan avvalgi senzuradan ham og'irroq edi. Senzuraning izini ham o'chirib, matbuot uchun yozilgan hamma maqola qaytadan yozilardi." Bomba tashlangan nuqtadan 100 metr uzoqdagi Bank of Japan binosi hali ham joyida. Hirosimadagi Rijo Dori ko'chasida turibdi. 2 gram oltin. Farosat so'zi arab tilida farosun, ya'ni ot demakdir. Otlar o'ziga xos ko'rish qobiliyatiga ega. Ichki va tashqi olamni 360 darajada ko'ra oladi. Otlarni tarbiya qiluvchilar otlarga ot ko'zoynagi taqmasa hech qachon tarbiya qila olmaydi. Ot ko'zoynagini ularga diqqati bo'linmasligi, hech narsani farqiga bormasligi, fikrlamasligi uchun taqishadi. Ma'naviy ko'rish qobiliyatini yo'qotgan insonlar ham ot ko'zoynagi taqilganga o'xshab, atrofida ro'y berayotgan voqealardan xabarsiz bo'ladi. Insonlarning botiniy qiyofasini ko'ra olmaydi. Chunki uning farosati yo'q. Mantiq mezonini yo'qotgan. Sezgi filtri yo'q. Faqat ko'rganiga va eshitganiga ishonadi. Farosatini yo'qotgan inson mustaqil ravishda to'g'ri yoki noto'g'ri qabul qila olmaydi. Har doim boshqa bir kishining qaroriga muhtoj. Hayotga, o'limga, zolimga, mazlumga, hamma narsaga munosabati begonaniki, o'ziniki emas. Unga ot ko'zoynagini kim taqqan bo'lsa, o'shaning munosabati. Bu ko'zoynak bilan yashash juda alamli, shunday emasmi? Mendan hayot dahshati nimada deb so'rasangiz, hammamizning ko'zlarimizni yuqumligi deyman. Kuchimizni ham qo'rquvdan olamiz. Bizni ozod va hur qilib turgan yagona narsa esa yolg'onlardir. Bir paytsa haqiqat ham hayotimizning qolgan qismini yer bilan yakson qilishga yetib ortadi. Bu qoradog'lik Bolqondagi bir o'lka yozuvchi Andrey Nikoladeysning Qiyomat romanidan parcha edi. Haqiqatdan ham hayotimizda yolg'onlar shunchalar ko'pki, biz ularni anglamaymiz. Yolg'ondan rostini ajrata olmaymiz. Huzayfatul Yamani sahobalar sir sahobasi deyishar edi. Chunki munofiqlarni bir qarashda tanir edi. Undan sahobalar: "Qanday qilib bu ilmga ega bo'lding? Munofiqlarni qanday taniysan?" deb so'rashganida, hamma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yaxshilik haqida so'rardi. Men esa teskarisini so'rardim, deb javob bergan. Birinchi yomonlik va yomonlarni tanir edim. Keyin esa buning teskarisini tanidim. Shu taxlit munofiqlarni o'rgandim degan. Saudat asrida yolg'onni, g'iybatni hidi bo'lgan. Yolg'on va g'iybat kabi yomon xulq sodir qilinganida badbo'y hidi chiqib ketgan. Ammo bugun hamma tarafimizni yomon xulqlar o'rab olgani, ustiga ustak
ot ko'zoynagi taqib qo'yilgani uchun yomonlikning hidini ham, o'zini ham ajrata olmaymiz. Tungi duolarning ichida Allohumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan tayyiban va amala mutaqabbilan degan duo bor. Bu Allohim, sendan nafi tegadigan ilm, halol rizq va qabul bo'ladigan amal so'rayman degani. Nega dastlab halol rizq emas, nafi tegadigan ilm so'ralmoqda? Vaholanki, halol rizqning dinda ahamiyati katta emasmi degan savolga olimlar senda nafi tegadigan ilm bo'lmasa, halol bilan haromni, rost bilan yolg'onni qanday ajratasan deb javob berishgan. 7 tonna tuproqdan 2 gram oltin olinadi. Oltin aynan oltin bo'lgani uchun emas, kamyob bo'lgani uchun qimmat. Insonning ruhiy holati yuqumli. Bir kishining yaxshi kayfiyati birdan atrofdagilarni ham o'z ta'siriga oladi. Dunyo ahli vafosiz, suhbatlari huzursiz va safosiz. Qachonki dunyo suhbatini me'yoridan oshirsam, qalbimni o'lik holda topdim. Hayotim davomida yolg'on aralashgan jumlani seva olmadim. Insonning siymosi yuragidir. Yolg'on esa xil-xil pishgan shaftoli kabi bir meva. Qip-qizil siymoda porlab turadi. Hislar ko'zlarimiz ko'ra olmagan, quloqlarimiz eshita olmagan narsalarni ko'ra oladi. Insonda his bo'lmasa, sezgi ham yo'q. Sezgi va tuyg'u esa vujudimiz va ong ostimizning so'zlashuv tilidir. Sezgimiz yo'qolsa, ongimizdagi yanglishlarni ajrata olmaymiz. 7 tonna tuproq ichida atiga 2 gram oltin bo'lishi og'ir muammo va ot ko'zoynagini rad qilib, hayotga ravshan ko'z bilan qarash ham oson emas. Qotil kit. 5000 dan ortiq kitobni o'qib tugatganimga ham 15 yil to'libdi. Undan keyingi yillarda o'qiganlarimni sanamadim. Ammo koinotday keng va teran tashnalik og'ushida ekanman. Meni qondirgan kitob yana Qur'oni Karim bo'ldi. Ona bo'lish aslo yolg'on yozmaslik sharti. Qur'onda kelgan uf tortish kalimasining og'irligini faqat onalik tarozisi to'g'ri torta oladi. Bu kalima boshqa tarozilarga yengil keladi. Hatto tarozi toshning ichini o'yib qo'yishi mumkin. Onalik hayotini yerga ko'mish degani. Onalik chirish kitobi. Huzur qidirib kirilgan ko'chadan yelkasiga halovatsizlik ortib, bukri bo'lib chiqishning ismi onalik. O'limdan so'ng ayol vujudida eng oxirida rahmi chiriydi. Tuproqning ostida, qabrda ham hayotni changallagan, unga mahkam yopishgan a'zo. Aslida qabr ham inson uchun bir rahm. Homila ona rahmiga tushishi bilan rahm o'z vazifasini boshlaganidek, qabr ham o'lik tushishi bilan o'z vazifasiga kirishadi. Televizorda xabarlarda ko'rib qoldim. Bir qotil kit tug'di. Yarim soatdan keyin bolasi o'lib qoldi. Bu qotil kit, ya'ni ona kit, o'lik bolasini boshida olib yurdi. Naq 17 kun davomida 1700 kilometr yo'l yurib, sohilma-sohil kezdi. Matbuotda bunga chorasizlik degan nom berildi. Qotil kitning chorasizligi xabarlar uchun asos bo'ldi. Chunki ona kit 150 kilolik o'lik bolasini 17 kun davomida boshida olib yurib, chora qidirdi. U o'likni boshida ko'tarib yurdi. Ammo mening boshim og'ridi, yelkam uvishdi, darmonim quridi. Bu har doim bir xilda ro'y beradigan jarayon. Xususan, yelkamiz, bo'ynimiz o'liklar bilan to'la. Hayot qirg'og'ida chora qidirib, ba'zan 50, ba'zan 60 yil ko'tarib yuramiz. Bir mo'min uchun zulm qanchalik harom bo'lsa, chorasizlik ham shunchalik harom. Alloh taolo chorasizlikni harom qilgan. Chora va yechim uning ilmida, huzuridadir. Hayvonlarning peshonasi yo'q. Allohning ilmiga bosh qo'ya olmaydi. Ularga balki qirg'oqlarda kezmoq yarashar. Ammo mo'minlarning peshonasi bor. Unga faqat sajda yarashadi.
Chora toat ibodatdadir. Yig'lash ham ibodat, yig'lash tavozuning mubolag'ali shakli deydi Abdulqodir G'iyloniy hazratlari. Bunday ibodatga naqadar ehtiyojimiz katta. Tavba ruhimiz tahorati. Tavba xatolardan saboq olib, savoblarga hijrat qilish demak. Amerika armiyasida 2,5 million askar bor. Shulardan 2 millioni ruhiy kasal va ro'yxatda turadi. Bu armiya dunyoning eng kuchli qurol-yaroqlari bilan qurollangan. Ammo askarlarning hammasi o'limdan qo'rqadi. 2 million askarning ruhiy kasallikka chalinish sababi ham o'lim qo'rquvi deyishadi mutaxassislar. Dunyoda yuragini Allohning rishtasiga bog'lagan, peshonasini sajdaga mixlagan armiyadan ham kuchli armiya yo'q.